Ko'rib turganlaringizdek metro, Olmos metro bekati. Mana shu metroning oldidan bir xonali uyimiz chiqdi. Yaxshi lokatsiyadan pastda marketlar bor, bolalar maydonchasi bor. Plus remontlari bilan birga hech qanaqa bosh to'lovsiz, ipotekalarsiz $23.900 ga bir xonali uyimizni sizlarga obzor qilib beramiz. Kvartiramizda semin общитda joylashgan. Obzorni boshlaymiz. Kirish asosiy eshik. Kirganda menga o'xshagan kichkina kuxnyamizni ko'rishingiz mumkin. Kir mashina, menga o'xshagan elektronik gazlargacha qilib qo'yilgan. Yo'lda esa sanzelni ko'rishingiz mumkin. Dush, sanzel, smeshina holatda remont qilib qo'yilgan. Bu tomonda esa bitta xonamizni ko'rishingiz mumkin. Barcha sharoitlar bilan birga mana ventilyatorlari bonus sifatida qo'shib beriladi. Mebellari ham qoladi uyda. Hurmatli obunachilar, hech qanaqa kreditlarsiz bir xonalik uy. Kelib yashash uchun ham narxi arzon, hamma udobstvasi bor. Metro oldida joylashgan yosh oila uchun qanaqadir oylik to'lov yo kredit to'lagandan ko'ra bu yaxshi variant deb bilaman. 5 qavatli domni 4-qavatda joylashgan общитda umumiy maydoni 21 kvadrat metr. Hujjatlarda umuman muammo yo'q. 1 soatdan 10 mingga o'tkazib beramiz. Narxi $23.900. To'liq ma'lumot lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Past nomerlar qo'ldan telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Shunaqa variantlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.